Assalomu alaykum. Bugun sizlarga oddiy va oson bo'lgan keks o'rgataman. Uning uchun tog'orachimizga 3 ta tuxumimizni solamiz. 200 gram shakar solamiz va ko'pirtirib olamiz. Oppoq qilib ko'pirtirib olamiz tuxum bilan shakarimizni. Shakarimiz bilan tuxumimizni oppoq qilib ko'pirtirib oldik. Endi bunga yog'imizni solamiz. Soldik. 150 gram qatiqqa 50 gram mayonez solamiz. Bularni ham mikser qilib olamiz. Aralashtirib oldik. Endi unimizni solib elimiz. Oz-ozdan solamiz unni. Bu yerda 10 gram qabartma bilan 5 gram vanilin. Ularni ham solib elib olamiz. Unimizni soldik. Endi mikser qilib olamiz. Mana shunaqa quyuq ko'rinishda bo'ladi un solganimizdan keyin. Endi bunga 50 mg iliq suv solib aralashtiramiz silliq massa bo'lguncha. Suvimizni aralashtirib olamiz. Mana shunaqa cho'ziluvchan suyuq massa bo'ladi suv solganimizdan keyin. Endi buni keks qolpimizga solamiz. Keks qolpimizni sariyog' bilan yog'lab chiqamiz. Sariyog' surib oldik. Endi ozgina unlab chiqamiz qolpimizni. Unlashimizning sababi keks qolipdan oson ko'chish uchun. Qolpimizni bir sidra yupqa qilib unlab oldik. Unaqa unni ko'p savormaysizlar unlayotganda. Endi xamirimizni bir tekis qilib solib chiqamiz qolpimizga. Qolpimizga joylab oldik bir xil qilib. Endi buni ustiga bizda mix yong'oq, 2 xil magiz, sariq magiz, qora magiz ustiga chiroyli qilib sepib olamiz. Mana chiroyli qilib yong'oq magizlarimizdan sepib oldik. Endi oldindan qizdirilgan duxovka pechimizga 35-40 daqiqaga 180 gradusga yuboramiz. Mana keksimiz pishib chiqdi. Chiroyli bo'lib ustlari yorilib pishdi. Endi buni qolpimizdan bo'shatib olamiz. Faqat qolipdan bo'shatishdan oldin keksiga to'liq suv bo'lgan bo'lishi kerak. Mana qolpimizdan ko'chirib oldik. Endi ustiga saharning pudri bilan bezayib beramiz. Saharning pudramizni sepib oldik. Endi kesib oralarini ko'rsataman. Mana keksimizdan oralari ko'rishingiz mumkin. Qanaqa yumshoq chiqqanini. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar.